qaynona bilan yashaydigan kelinlar shu o'rtamisizlar. Menga ko'p keladigan SMSlardan biri yosh oila manzil qilib yashaysizlar, qaynona qaynotangiz yo'q deb yozishadi. Aslida alohida yashash ham juda oson emas sizlar o'ylaganchalik. Shaxsan men uchun shunaqa. Ayniqsa bolam yangi dunyoga kelganda, hattoki hojatxonaga borolmasdan ustida o'tirardim, uyda qarab turadigan odam bo'lmagani uchun. Men aniq eslayman, turmushga chiqishimdan oldin hamma qizlar orzu niyat qiladi-ku, o'shanda men qaynona qaynotam bilan bir katta oila bo'lib yashaylik deb niyat qilganman, ularning xizmatini qilay deb. Allohim niyatimga yarasha berganam. Aslida eng yomon bu yolg'izlik, turmush o'rtog'im ishtalilarda men doim yolg'iz o'tiraman, zerikib ketaman. To'g'risi bu haqida bitta fikrga kela olmadim. Bizatdagi qaynona bilan yashagan yaxshimi yoki yolg'iz yosh oilami? Lekin ikkita hayot turini ham qiyinchiligini hisobga olib o'ylab yozib ko'rsanglarchi. Sizlar uchun qaysi biri osonroq bo'lardi? Aytgancha koreyslarda ham qaynona prям bir xil qaynona hisoblanadi. O'zbekistonda qanday hurmat, izzat qilishga majbur bo'lib xizmatini qilinsa, bu yerda ham xuddi shunaqa. Men shu pullarda ishlatdim. Turli koreys qaynonalari spesial alohida yashaydi, yosh oilaga aralasha olmaydi deb o'ylar ekan, lekin unaqa emas. Raslan qaynonaligini emas, tabiatda mehribon insonligini hisobga olib, kelini chet el deb bo'lgani uchun, endi uni hech kim yo'q-ku deb yerga urish o'rniga mehribonlik qilib yordam beradigan qaynonalar ko'p. Va nabarot kelinini yoqtirmagani uchun er-xotinni ajrashtirib yuborgan qaynonalar ham ko'p. Tak что qaynonalar hamma joyda qaynona. Siz nima deb o'ylaysiz? Alohida yashagan yaxshimi yoki vsotdagi uyda yosh katta inson bo'lgani yaxshimi?